degan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ot boqqan odamga baraka so'raganlar. Ot boqish kerak, otda baraka bor. Ot boqqan odamni maqtaganlar. Rizqi otni yo'lida degan ma'noda bashoratlar berganlar. Jannatda ajoyib shabodalar bor. O'sha shabodalar otning ikkita qulog'ini o'rtasidan esib turadi deganlar. Shunaqa rivoyatlar bor. Ot boqqan odamga hatto bir dona ot bo'lsa boy hisoblanadi. O'sha otdan 1 dinor zakot beriladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ot 3 ta narsaga boqiladi deganlar. Ma'nosi bu hadisni. Bittasi jihad uchun, bittasi uy ishlari uchun, bittasi kibr uchun. Ikkita niyatda boqqan odamga jannat bashorati bor. Kibr bilan boqqan oti bilan maqtanib, oti bilan hammaga kekkayishlik uchun